Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan tashkil etilgan 5 tashabbus olimpiadasi doirasida havaskor atletlar o'rtasida o'tkazilayotgan musobaqalarning sifat va son jihatidan nufuzi yildan yilga oshib, qamrovi ham kengayib bormoqda. Kurash bo'yicha Angren shahridagi yangi Angren madaniyat va sport majmuasida bosh prokuror kubogining Toshkent viloyati bosqichi bellashuvlari ham yuqori darajada tashkil etildi. Sportsevar yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni jismonan baquvvat, ma'nan yetuk komil inson qilib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etayotgan 5 tashabbus olimpiadasi doirasida bosh prokuror kubogining Toshkent viloyat bosqichi bellashuvlari ham yuqori darajada start oldi. Dastlabki bosqichlardan muvaffaqiyatli o'tgan 150 nafarga yaqin atlet viloyat bosqich musobaqasida o'z kuch va mahoratini sinovdan o'tkazishdi. Bellashuvlarda o'g'il bolalar 66, 73, 81, 90 plus 90 kilogramm vazn toifasida, ayollar esa 48, 57, 70, 87 kilogramda kurash bahslarida qatnashdilar. Bugun Angren shahrida sportning kurash turi bo'yicha bosh prokuror kubogi Toshkent viloyat bosqichi musobaqalari bo'lib o'tdi. Musobaqalar qizg'in va murosasiz o'tdi. Musobaqalarda viloyatning 22 tuman shaharidan 100 dan ortiq sportchilar qatnashdi. O'ylaymanki, g'oliblarimiz Jizzax shahrida bo'lib o'tadigan bosh prokuror kubogi musobaqalarida ham munosib ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallab kelishadi. Kutilganidek har bir vazn toifasi uchun o'tkazilgan bellashuvlar qizg'in va murosasiz kechdi. Eng kuchli polvonlar final bosqich bellashuvlariga yetib kelishdi. Shunday qilib, o'z raqiblariga imkoniyat qoldirmagan Amirxon Abduvaliyev, O'rolbek Hamzayev, Umida Nabijonova, Durdona Jumanazarova, Javohir Husanovlar g'oliblik shohsupasidan joy olishdi. Men bu musobaqada 48 kilogramm vazn toifasida birinchi o'rinni egalladim. Niyatim 5 tashabbus olimpiadasining respublika bosqichida ham birinchi o'rinni egallash. Yakunda yuqori pog'onani band etganlar tashkilotchilar tomonidan medal, diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Hozircha shu dasturimizdan so'ng menimcha ko'rsatuv efirga uzatiladi. Albatta, tomosha qiling.